Assalomu alaykum Yo'ldoruz kanali obunachilari. 2104 ishqibozlar uchun dehqondan bir qo'l haydalgan 2104 avtomashinamiz. Atiga 21000 probegda 2012-yil zavoddan chiqqan 14-yil salondan o'zlari haydab Rossiyadan minib kelishgan ekan. Bir qo'l minilgan, kraskalari top-toza, rasxodlari umuman yo'q. Minishga tayyor avtomashinamiz. Videoni boshida bittadan like bosib turasizlar, xohlasa batafsil video davomida ma'lumotlarni berib, obzorlarni qilib beramiz. 2104 avtomashinamiz. Manzilda yetib o'tamiz. Sarg'on viloyati Bog'dod tumanida. Kraskalari top-toza deb aytishyapti. Motoriga keladigan bo'lsak, 06 motorda injektor hisoblanadi. Tayyor dokumentalniy metallari bilan birga. O'zlari aytib o'tilganda 2012-yil mashinamiz yili 2014-yil salondan olib chiqib haydashib Rossiyadan o'zlari minib kelishgan. Metallari bor, motor hadoyida umuman rasxod yo'q. Xo'sh, bu mana shu yerni ko'rsatib o'tamiz. 06 motorda. Xudo xolsa motor hadoylarida umuman kamchiliklar yo'q. Olasizlar, yarimta kalitga yuradi. Xo'sh, aytib o'taman, video davomida mana shu yerda ozgina ishlari bor ekan, o'zlari atina qilishmagan ekan. Misol uchun buni qilib qo'yadigan bo'lsak, oladigan odam, boshqa odam qilingan mashina deb turib shubhalanib qolish mumkin deb qilishmagan ekan. Bir $100 atrofida bitta rasxod qiladigan bo'lsangiz, cho'tka holatga keladi. Balonlarda umuman kamchilik, rasxodlar yo'q. Ichkari salon holatiga keladigan bo'lsak, mana ichkari salon holatlari ham akkuratni zo'r holatda turibdi. Mejikar pultlari, video registrator, antiradarlarigacha bor ekan. Probegini ko'rsatib o'tamiz. 21000 probegda mana. Halol o'zini yurgani 21000 probegda. O'zlari salondan olib chiqib minishgan ekan, qiziqishdan Rossiyadan minib kelishgan ekan. Salonlari ham akkuratni zo'r holatda turibdi. Bunaqa sassiyanadagi mashinalar adashmasam kamdan kam uchraydi. Mana orqa salon holatlari. Bu 2104 da faralari 2107 ni faralariga o'xshab chiqqan ekan. Xo'sh, metallarni ham ko'rsatib o'tamiz. Zapaska balonlari, undan tashqari o'zini zimni zavodskiy balonlari ham bor. Qo'shib beraman oladigan odam bo'lsa, kelishib qolsa deyishyapti. Zapas balonlari, pol holatlari ham zo'r holatda turibdi. Mana metal holatlari. Xullas, bir og'izda aytganda mashinaning umuman kamchiligi yo'q, faqat qiziqadigan odam olib, minib haydasa bo'ldi. Mana bu tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. O'ta ideal holatda. Bitta kamchiligi mana shu yerda ozgina ishi bor. Dokumentiga keladigan bo'lsak, mana shu yaqin atrofdan bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari kelishib qoladigan bo'lsak, generalni ham qilib beraveramiz deyishyapti. Xo'sh, motor hadoy korobkasida ish yo'q, minishga tayyor. Undan tashqari 4 ta zimniy baloni ham bor. Kelishib qolsak qo'shib beraman deyishyapti. Zavodskiy zimniy balonlari. Narxiga keladigan bo'lsak, $4500. Telefon qilasizlar, kelishiladigan joyi bor. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida. Bemalol aloqa chiqib, narxini kelishib olishlari mumkin. Telefon raqamlarini opsiya va kommentariyaga belgilab qo'yamiz, chunki mashinamiz sotilib ketadigan bo'lsa, egasini bezovta qilmasligi uchun. Bemalol aloqa chiqib, narxini kelishib olishlari mumkin. Aytib o'tilganda 21000 probegda, kraskalari top-toza, birinchi qo'l dehqondan. Bemalol aloqa chiqaverasizlar.